Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet avgust oyi uchun 1 oylik ob-havo prognozini e'lon qildi. Videorolikni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ring. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni, videoroligimizga esa like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Alloh barchangizdan rozi bo'lsin. Diqqat qiling. O'zgidromet O'zbekistonda 2026-yil avgust oyi uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Avgust oyida ob-havo qanday kuzatiladi? O'zgidromet prognozlariga ko'ra, avgust oyi quruq va biroz issiq ob-havo bilan boshlanadi. 1-2 avgust kunlari havo harorati respublikaning aksariyat hududlarida 38-41 darajagacha, janubiy va cho'l hududlarda esa 42-43 darajagacha ko'tariladi. Shundan so'ng harorat foni 3-5 darajagacha pasayadi. Oy davomida kunduzgi harorat asosan 33-38 daraja atrofida bo'lishi, ayrim hududlarda esa 40 darajagacha yetishi kutilmoqda. Prognozlarga ko'ra oyning oxiriga kelib, O'zbekiston hududiga nisbatan salqin havo kirib kelishi mumkin. Natijada kunduzgi harorat asta-sekin 25-30 darajagacha pasayadi. Kechalari esa oyning birinchi yarmida 24-27 daraja, ikkinchi yarmida 17-22 daraja, avgust oxiriga borib esa 12-15 darajagacha tushishi prognoz qilinmoqda. O'zgidromet prognozlariga ko'ra, 2026-yil avgust oyida oylik yog'ingarchilik miqdori ko'p yillik me'yordan biroz yuqori, ayrim hududlarda esa me'yor atrofida bo'lishi mumkin. Biroq mutaxassislar avgust oyining oylik yog'ingarchilik me'yori juda kam ekanini eslatmoqda. Prognozlarga ko'ra, oyning ikkinchi yarmida ayrim kunlarda asosan qisqa muddatli kuchli va kuchsiz yomg'irlar yog'ishi mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, videorolikka like bosib, videoni barcha tanishlaringizga ham yuborib ogohlantirib qo'yishni unutmang.